Qanday qilib oddiy telefon kamerasida sifatli video olish mumkin? Bugun shuni o'rganamiz. Mana bu oddiy kamerada olingan video. Endi buni korreksiya qilib chiqamiz. Buning uchun galereyadan shu videoni tanlab, 3-tugmadan HD tugmasidan videoni eng yuqori sifatga qo'yib olamiz. Megabayt qancha yuqori bo'lsa, shuncha sifatli chiqadi va tayyor tugmasini bosamiz. Keyingi qiladigan ishimiz 4-tugmani bosib, kuchaytirish, ekspozitsiya va kontrast tugmalarini o'ngga surib, o'zimizga kerakli ekspozitsiyaga qo'yib olamiz. Va tayyor. Endi rasmda ham sinab ko'ramiz. Xuddi shu tartibda bo'ladi. Video yuklangunga qadar rasmda ko'rsatib beraman. Bu oddiy kamerada olingan rasm. Endi uni galereyadan o'zimizga kerakli bo'lgan rasmni tanlab, yana korreksiya qilib chiqamiz. Va 3-tugmadan kuchaytirish, ekspozitsiya va kontrast tugmalarini o'ngga surib, kerakli ekspozitsiyani tanlaymiz va tayyor. Faqat ahamiyat bering, bu tugmalarni oxirigacha surib qo'ymang. Aks holda haddan ziyod tiniqlashib, rasmingiz soxtaligi bilinib qoladi. Tabiiy ko'rinish uchun o'zingizga kerakli bo'lgan yoqqan pozitsiyani tanlab, tayyor tugmasini bosib yuborasiz. Rasmdagi o'zgarishni sezdingizmi? Yoqqan bo'lsa, xursandman. Shunaqa sirli fichkalarni o'tkazib yubormaslik uchun bizni kuzatib boring.